Aziz do'stlar, konsert yana ham bor. So'robjon yana ham sizlarga o'qib beradi. Ammo fe'lan baxshi she'rxonlik. Eski tarix و tamaddundan nishon o'zbek tili. Sen sharafsan millatimga, izzishon o'zbek tili. Onajonim, mehrabonim, Afg'oniston, Afg'oniston. Nodira begim Huvaysi qancha gavhar shodlar, she'r shoirlikka qo'ygan qancha devon o'zbegim. Qarshimga ona tizga bersa katta e'tibor, yurtini Ka'badan ortiq ziyorat qilgum kelib. Hozir esa barnomamizning bu bo'limida yosh urug'larimizdan qolmasin, keyin yaxshi bo'lmaydi. Hozir hurmatli Solih Muhammad Sodiqiy yosh urug'larimizning shurosining o'zidan taqozo qilamiz, kelsinlar, istashga tashrif buyursin va o'z so'zlarini bayon etsin. Tashakkur etamiz, shuni tashrif getiribdi. Bular ham xush kelibdilar. Shu bizlarning ma'quluziya. Shu yerda opa-singillar masalaya bir faktoya aytib beraman. Shu faktoyim va meni o'zimdan tutib shu xo'jayinlarga nima uchunki biron ishlarni buyursa, opa-singillar yerlari yoddan chiqadi. Shuni marbutiya bir faktoya aytaman. Shuni beralar eshitinglar, 3 ta opa-singil bor ekan, bir-biridan ko'p yaxshi ekan. Sonra o'ltirib bilan bir choyda bir qissa aytib o'ltiribdilar-ki, opa-singil bir tas aytibdi-ki, "Ho", debdi, "Meni xo'jayinim debdi, savdoga uzatsam, piyoz, kacholi, tarkor olib kelsa, keladi, to'la xoli, hech sotam olib kelmaydi. 1 soat ketadi, keladi, "Bradar", debdi, "Mana hech sotam yo'q. Qani savdo desam, savdo yo'q." Abu ikkilamchi opa-singil aytibdi, "Opajon", debdi, "Siz hech sotilmas ekan", debdi, "Meni xo'jayinimda eshiting", debdi. "Sizni xo'jayiningiz nima?" debdi. Aytibdi, "Men uzataman", debdi, "Shu savdoni ketdan qo'liga bitta ro'molcha bog'layman", debdi. "Agar esingizdan chiqsa", debdi, "shu yodingizga keladi, mana shu savdolar kerak sizga, shularni keltiring", dedi. Bu inam debdi, "Bizga ham keladi", debdi, "Birtasi ketirsa, 10tasi boshqasi yo'q", debdi, "Buni", debdi. Bu ushlamchisi aytdi, "Opa-singillar, sizlarki hech sotmas", debdi. Bular hayron qolibdi, "Ha, sizni xo'janingiz qandoq?" debdi. "Meni xo'janim kelsa", debdi, "1-2 soat ketadi", debdi. "Savdolarni olib keladimi? Qarab o'ltiraman", debdi, "Darvozani eshigini zangi uriladi", debdi. "Aytadi", debdi, "Kelsa", debdi, "Assalomu alaykum xo'jayinim", desa, debdi, "Yuzimga qarang", debdi. "Opa-singil, sizni bir joyda ko'rdim men. Sizni bir joyda ko'rganimman. Siz kimsiz?" debdi. "Uni so'raylar", debdi. "Menga", debdi, "hammangizdan", debdi. "Bu", debdi, "o'tgan", debdi. Ana shu farma qo'ymida, "Xush bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu ro'zni yaxshi o'tkazinglar, badal durust sizlarga jonlar. Shu yoshliqlar, shu hamma mana opa-singillar, hammalaringiz bor shu yerda. Bu ro'z bizlarning milliy ro'zlarimiz. Hammangizga tabrik bo'lsin. Yaxshi soatlaringizni terakinglar. Mana shu yerda So'robjonim kelgan. So'robjonim tashakkur. Yaxshi sizlarga qo'shiqlar aytib beradi. Sog' salomat bo'linglar. Xudoylaringiz omon bo'lsin. Ona tilimiz barchamizga boyligimizdir. Men Anjumani Farhangi ko'prik tarafdan bayonona bir a'zo sizlarga bir payomlari bor ki bu anjuman qablan qismli do'stlar jiyonga 2-3 mahfilda dedilar. Bizlar xohladik-ki shu manimondagi do'stlar sizlarga bir payom qo'ysa.
29-mezon o'zbek tilining milliy bayrami munosabati bilan Hamburgdagi Afg'onistonlik o'zbek turklari tavajjusiga. Hurmatli vatandoshlar, aziz do'stlar. Ko'prik anjuman nomidan siz Hamburg va uning atrofidagi Afg'onistonlik o'zbek turklari diasporasini bugungi 29-mezon o'zbek tilining milliy bayrami munosabati bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Bugungi kunda sizlar tomonidan tashkil etilgan bu go'zal tadbir o'zbekcha asil musiqasi, adabiyot va she'r dunyosi, o'zbek milliy taomlari va madaniy an'analari boy bo'lgan bu yig'in nafaqat bir bayram, balki bizning ona tilimizga, madaniyatimizga va meroslarimizga bo'lgan sadoqatimizni ifoda etadi. Ko'prik anjumani sifatida Olmonda yashayotgan Afg'onistonlik o'zbeklar orasida til, madaniyat va birdamlik rishtalarini mustahkamlashni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Shuning uchun sizlarning bu tashabbusingizni yuksak qadrlaymiz va bunday tadbirlar har birimizni yanada yaqinlashtiradi.
Salomat. Xo'p. Yetti xabar qo'shiq degan shular. Qanaqa? Boshlaymiz. Rayhon senga o'ylanaman, go'shangimiz bo'ladi rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossa, mayus ko'nglim bo'ladi rayhon. Rayhon senga o'ylanaman, go'shangimiz bo'ladi rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossa, mayus ko'nglim bo'ladi rayhon. Didorlaşak saharlarda kimning bag'ridan bo'ladi rayhon. Rayhon senga o'ylanaman, o'shangimiz bo'ladi rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossa, mayus ko'nglim bo'ladi rayhon. Hadiga qarsak aka. Rayhon senga o'ylanaman, o'shangimiz bo'ladi rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossa, mayus ko'nglim bo'ladi rayhon. Hey maşallah. Hey, hey. Açmam fırsat yorlarga, burkanamiz iforlarga. Açmam fırsat yorlarga, burkanamiz iforlarga. Bundan fasli baholarga, o'zlarim mushtoq bo'ladi rayhon. Rayhon senga o'ylanaman, go'shangimiz bo'ladi rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossa, mayus ko'nglim bo'ladi rayhon. Rayhon senga o'ylanaman, go'shangimiz bo'ladi rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossa, mayus ko'nglim bo'ladi rayhon. Ko'rmasam ham bo'ladi bu ishqida ko'rib qolib.
aziz do'stlar, konsert yana ham bor. So'robjon yana ham sizlarga o'qib beradi. Ammo fe'lan baxshi sherxonlik. Aziz opa-singillarimiz va og'aynilarimiz ki bo'lgan tashrif buyurganlar istadilar bir qanchalariga stejga kelib o'zbekcha she'r o'z ona tillariga o'qib bersa. Hozir esa barnomamizning bu bo'limida Tohirajon Bekzodadan taqozo qilamiz stejga tashrif buyurib va bir qat'a she'r o'zbekcha she'rdir hammalarimizga dikloma qilsin. Qarsaklaringiz bilan. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. İcazalaringiz bilan rahmatli Ustod Muhammad Olim Ko'hkan Faryob bilim yurtning yozuvchilaridan bir parcha o'zbek tili to'g'risida o'qib beraman. O'zbek tili eski tarix و تمدنdan nishon o'zbek tili. Eski tarix و تمدنdan nishon o'zbek tili. Sen sharafsan millatimga izzishon o'zbek tili. Qo'ydi o'd sanonsiz kitobing obdotinga g'anim. Qo'ydi o'd sanonsiz kitobing obdotinga g'anim. Xushki qolding u sitamdan omon o'zbek tili. Yozdi durdona asarlar o'z tiliga bobiring. Yozdi durdona asarlar o'z tilida bobiring. Sen adab maydonida sohib Qur'on o'zbek tili. Xamsa billa tur divonu she'ru boshqa ko'p asar. Xamsa billa tur divonu she'ru boshqa ko'p asar. Yozdi senda ham Alisherning ravon o'zbek tili. Davru oshubi ko'zingdan so'lmagay umring guli. Davru oshubi ko'zingdan so'lmagay umring guli. Ildizing tarix qarida nihon o'zbek tili. O'tmishing bilgan kishi yuksak maqomingni bilur. O'tmishing bilgan kishi yuksak maqomingni bilur. Rutbada shoyat senga teng osmon o'zbek tili. So'zga boysan ay tilim. So'zga boysan ay tilim. Shoirlaring nozik xiyol. Har birining she'rida ruhu ravon o'zbek tili. Onalardan o'rganimiz ona tili shavq ila. Onalardan o'rganimiz ona tili shavq ila. Har bir o'zbekka azizu jonajon o'zbek tili. Her kişi dünyada kamsitsa seni ona tilim. Her kişi dünyada kamsitsa seni ona tilim. Bagri bulsun kanu ham rengi saman o'zbek tili. Yükselip borsın senin kadrin eyleyman dua. Yükselip borsın senin kadrin eyleyman dua. Bunga loyiqsan jahonda begumon o'zbek tili. Tavajjularingizdan katta rahmat. Rahmat xonim Bekzoda. Hozir barnomamizning bu bo'limida ko'zlarim ko'rmaydi, kechirasiz. Barnomamizning bu bo'limida hurmatli Rahmatullo Nazariy janoblari stejga tashrif buyursin va
she'rlarini sizlarga dikloma qilsin. Qadimdan dahraro xalq ichra bir farzona o'zbekman. Qadimdan dahraro xalq ichra bir farzona o'zbekman. Jahon ayvonida bir oqilu farzona o'zbekman. Yaratding yer yuzida Toj Mahaldek ko'p imoratlar. Dema bu o'lkada bemaskan u bekoshona o'zbekman. Hurmatli mehmonlar, aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. O'zbek tili milliy kuni munosabati bilan barchangizga xush kelding deb barcha o'zbek millatiga o'zbek tili milliy kunini muborakbod aytaman. Bugun biz bu yerda o'zbek tili milliy kunini nishonlash uchun to'planganmiz. Bugun nafaqat tilimizning, balki millatimizning, madaniyatimizning va tariximizning ham bayramidir. O'zbek xalqi tarix davomida buyuk bir millat bo'lib kelgan. Biz ilmda ham, san'atda ham, siyosatda ham, jasoratda ham insoniyat tarixida chuqur iz qoldirgan xalqmiz. Tariximizning eng yorqin davrlaridan biri shubhasiz Timuriylar davridir. Amir Temur nafaqat buyuk sarkarda, balki adolat va tartib ramzi bo'lgan davlat arbobi edi. Uning nabirasi Ulug'bek Samarqandda rasadxona barpo qilib, osmon va yulduzlarni o'rganishga asos solgan buyuk olim bo'ldi. O'sha davrda Alisher Navoiy o'zining she'rlari va asarlari bilan turkiy tilini yuksak martabaga ko'tardi. Ma'rifat gulzorida chaqnab ochilgan shohlar, ma'rifat gulzorida chaqnab ochilgan shohlar, boyqaro shayboni bobirdek bilimdon o'zbegim. Nodira begim Uvaysi qancha gavhar shodlar, Nodira begim Uvaysi qancha gavhar shodlar, she'r shoirlikda qo'ygan qancha divon o'zbegim. Ham siyosat ham kayosat hamda farhang bobida Shoruxu Mirzo Ulug' Bekxon Xoqon o'zbegim. Shu bois tilimizning asrash va uni rivojlantirish bu biz uchun nafaqat burch, balki ajdodlarimizga bo'lgan hurmatdir. O'zbek xalqining tarixi qahramonliklar tarixi. Jaloliddin Manguberdi vatanini himoya qilish yo'lida jonini fido qilgan buyuk sarkarda edi. Zahiriddin Muhammad Bobur esa Markaziy Osiyoning madaniyatini Hindistonga olib bordi va u yerda ulkan davlat barpo etdi. Bu qahramonliklarning barchasi o'zbek xalqimizning jasorati, matonati va g'ururining tamsilidir. Tarixim bitmakka xalqim menga firdavsi kerak. Chunki bir bor chekkan ohing mingta doston o'zbegim. Ammo bugun o'tmishimizning shuhratini eslab bir haqiqatni ham tan olishimiz kerak. Ba'zan biz birligimizning, tilimizning qadrini unutib qo'ydik. Ammo bilaylik, bizning kuchimiz birligimizdadir. Shu sababli bugun o'zbek tili milliy kuni munosabati bilan yana bir bor eslaylik. Biz buyuk millatmiz. Bizning idillarimiz chuqur tariximizning shoni, kelajakimizning asos birligidadir. Qad ko'targan olam ichra qaddi shamshod o'zbegim. Bu chaman ozodasisan, sarvi ozod o'zbegim. Notavon gom chekkan o'g'loning muhabbat istaram. Sendan ay otam bobom
ay menga ajdod o'zbegim. Ayriliq ko'zning shamoli yetmasin bo'stoningga. Ayriliq ko'zning shamoli yetmasin bo'stoningga. Birlik-u va'datda doim yashna obod o'zbegim. Rahmat, tavajjularingizdan salomat. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz yoshlarning ijozasini ham, singil opalarning ijozasini ham bir ko'ta bir she'ri ki she'ri millidir, uni diklama qilaman. So'rasang naslimni gar Turkiston farzandiman. So'rasang naslimni gar Turkiston farzandiman. Temur Jahongusho sohibi Qur'on farzandiman. Ol amir She'rnavoiy bil qalam arbobidir. Bobur u hamda boqaro man Shohjahon farzandiman. Qunduz u amda samangon u faryob bilan taxor ilm u urufon lar makoni Javzjon farzandiman. Sarpul qancha go'zal hamzodgoyim anpoyim. Sarpul qancha go'zal hamzodgoyim anpoyim. Eski tarix avval nishon man Balxboston farzandiman. Ota tili, ona tili. Til xalqni millati eng buyuk qudratlardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchalaringizga 29-mizon kunini, ya'ni o'zbek tilimizda milliy bayramini chin qalbimdan muborak bo'lsin deb qolaman. Tilimiz doiman shundoq qollab mangu yashasin. Bor bo'ling, sog' bo'ling. Ana shu yerda do'stlar bir xohish qildilar. Shuni men sizlarning huzurlaringizda forscha eshitiraman. Buni bir ko'tomdan, shuni undan aytaman. Bu yerda aytisizlar, barnome امشب ما تجلیل از زبان ازبکی بوده و این برنامه به هیچ گروه سیاسی داخلی و خارجی ارتباط ندارد. گفتارها و نظریات شخصی بوده است. مربوط گردانده و کسایی که برنامه را جور کردن اونا نیست. هر کسی که نظریات و چیز میکنن نظریات شخصیشان است. این تقاضای دوستان بود که به حضورتان رساندم. Bor bo'ling, sog' bo'ling, xushlikda e'lon ko'radik. Tog'laringda boshqa qordir. Bahor kelsa lolazordir. Toshlaringda lalabordir. Afg'oniston, Afg'oniston. Vatan menga tutyomsan. Bir tapimas kimyomsan. Mehrabonim, muvaffaqsan. Afg'oniston, Afg'oniston. Vatan senga to'qay qonim. Chiqsa ishqing bilan jonim. Onajonim, mehrabonim. Afg'oniston, Afg'oniston. Tashakkur. Kichkintoy bolajonlar yuraklariga kelmasin ki hamisha katakonlar gapiradilar, o'qiydilar. Ammo bizga navbat yo'q. Hozir Amir Temurjondan istaymizki kelsin va go'zal va chiroyli she'rini sizlarga taqdim etsin. Amir Temurjon uchun qarsaklaringiz bilan. Ona til bilgan kishining izzati qilgim kelib, ona tilni yozgan oltin berib olgim kelib, onaga bo'lsa muhabbat, ona tilda so'zlashadi. So'zlagan har kimning hurmati qilgim kelib, ona til qancha chuqur sahar so'zingda bori bor. So'zlaringni to'tiyoqdek ko'zimga surtgim kelib, kimki yozsa ona tildan bir qator she'ri so'zlar qalamini ko'zimga surtib qo'llarini o'pgim kelur. Qaysiki ona tilga bersa katta e'tibor, yurtini Ka'badan ortiq ziyorat qilgim kelur. Bobo ajdodlarim barcha merosi saqlangan,
o'sha el oldiga men boshim bilan borgim keldi. Aferin. Maşallah. Sen beni gülberim var gel, canım canana sever gel.
bir gelir salına salına. İşkıda olar buldum, gözleri yana yana.
بکویش بین